Hammaga assalomu alaykum yurtdoshlar, hurmatli kanallarimiz kuzatuvchilari. Videoni o'tirmasdan kuzatamiz. 200 kvadrat metr kvartira eshitganmisizlar? Zo'r joy sotib chiqdi. Ishining zilonniy zonali, archalar ekilgan, chotki atmosferada отдельный o'zlarini kirib chiqish kodlari bor do'stlar. Bu yerda посторонний odamlar kirib chiqmaydi, o'zlari domni shu yerni aholisi kirib chiqadi. Yurtdoshlar bu yerda o'zini kvartiramizda tegishli parkovkalari bor bo'ladi. Kvartiramizni o'zini stili, remonti, jihozlari bilan bahosini berasizlardan umiddamiz. Oldindan like'larni bosib beringlar do'stlar. Kvartiramiz bilan kirib tanishib chiqamiz. Besedkalari, parkovkalari, bolalar o'yingohlari bor. Ishining отдельный o'zini kirib chiqadigan kodlar aytib o'tdik. Qani ketdik do'stlar. 100% sharoiti bilan sotib chiqqan. Yangi do'stlar, kvartiramizga yetib keldik. Girish eshiklarimiz utepленный eshiklar qo'yilgan. Yurtdoshlar tushunishib boraveramiz. Bu yerda отдельный internet распределитель bor ekan. Xohlasangizlar, qo'shnilar ham internet tarqatishda yordam berishingiz mumkin. Sotishlaringiz ham mumkin. U yerda точка ko'p. В общем, uyimiz kompaktniy, уютный, shunday chotki remont qilingan joy. Girish qismimiz, oyoq ostimiz kafellar urilgan, теплый pol bo'ladi do'stlar. Chap tomonimizda ko'rib turganlaringizdek, prixожий mebellarimiz steklanniy, MDF'dan ishlangan. Lestnitsamiz ikkinchi etajına chiqib getiriladi. Bu yerda kuxnyamiz bo'ladi, oshxonamiz, bu tomonda zal. Dальше tushunishib boraveramiz. Spalniy sanuzellarimiz. Yurtdoshlarga kirgandan o'ng tomonda теплый pol управлениялari, internet, Wi-Fi, высокоскоростной bor. Aboylarimizni ko'rishingiz mumkin. Eng qimmatbaho sifatlisidan olib tartirgan ekanlar. Patologlarga ham e'tibor beringlar. В общем, joyimizga gap bo'lishi mumkin emas. Kirgandan chap tomonimizda avtomatlarimiz Euro sxemada ishlangan. Har xonaga, har etajga отдельный tartilgan bo'ladi montajlar. Eshiklarimiz zo'r eshiklar qo'yilgan do'stlar. Qani kuzatishni davom etinglar. Like'laringizni bosib beringlar do'stlar. Sanuzelimiz bu yerda. Sanuzelga kiradigan bo'lsak, oyoq ostimiz do потолка kafellar urilgan. Unitazi, vannasi, rakovinasi, polkalari ko'rishingiz mumkin. Poltensa держаклari, vычishkasi bor ekan bu yerda. Yurtdoshlar, uyimizga gap bo'lishi mumkin emas. Kafellar ham zo'rindan urilgan. Suvni isitish tizimi aristonimiz ham bor ekan do'stlar. Vычishka degan xodlar zo'r. Gap bo'lishi mumkin emas. Bu yerda stiralniy mashina uchun или o'zlaringiz tahorat olishib ustiga qo'ysangiz ham bo'ladi. Точка tashlangan. Так, spalniya bilan tanishamiz. Spalniyamiz maksimal sharoiti bor. Ko'rib turganingizdek, spalniya mebellar полный remontdan chiqqan, jihozlangan. Bu yerda tortma tumbuchkalari, trimolari, shkafi, spalniya mebellari. Perdeler ham takılgan, lyustralar ham asılgan bo'ladi do'stlar. Joyimizga e'tibor berib yuringlar. Shunday приятный holatda uyimiz ko'p yashalmagan bo'ladi. Konditsioneri ko'rib turganlaringizdek. Yetdik dashni kuzatinglar. Like'larni bosib o'tirmasdan kuzatinglar. Joyimizga gap yo'q. Kuxnyamiz bilan tanishamiz do'stlar. Kuxnyaga keladigan bo'lsak, kuxnyada yana maksimalniy sharoit. Gaz plita, посудомоечный bo'ladi. Vычishkalari, kafel fartuklar urilgan bir yerda yana ko'rib turganingizdek. Ajoyib. Bu tomonda mana kuxnya mebellarimiz. Холодильник joyi, bu yerda o'tirib ovqatlanadigan условия bo'ladi do'stlar. В общем, gap yo'q. Jaluzi perdelar asılgan bu yerda yana. Aynalarimiz katta ayna. Ochib qo'ysangizlar, nur tushib, shamol aylanib turadi. В общем, двухконтурный настенный котелlarimiz, bu yerda patologlar ham ishlangan, chotki. E'tibor berib turgan bo'lsangizlar, har помещение xonamizda обойлар отдельный, не повтор etilmagan, отдельный zo'r обоylardan urilgan bo'ladi. Gap yo'q, joyimizga oluvchilarga nasib etsin. Zal bilan tanishamiz. Zalga keladigan bo'lsak, keng tushgan katta hovli joylarni zali deymiz do'stlar. Lyustralar o'zini chotki dizaynda ishlangan. Do'stlar. Gap yo'q. Hovli mebellarni qo'yib
Mehmonlarni sovib o'tirsa bo'ladi. Bu tomon ham e'tibor beringlar. Gap bo'lishi mumkin emas. Yurtdoshlar ikkinchi etajga ko'tarilamiz. Kuzatishni davom etinglar. Lestnitsamiz MDF'dan ishlangan, yig'ilishdan. Aboylar ipek eng qimmatbaho sifatli aboylardan urilgan bo'ladi. İkinci etajda. Girgandan birdayni kritik kombinatsiya qilingan освещениyalar bilan. Bu yanda bir xonamiz, bu yanda bir xonamiz, bu yanda sanuzel var. Tak, bir yandan görüp ketaveramiz. Lestnitsadan chiqdik. Do'stlar. Bu tomona giramiz. Birini ofis etib qo'yibdi ekanlar o'zlarini ish joyi qilib uyda. Dizayndan e'tibor beringlar. Gap yo'q. Teplый pol ekan bu yer, yurtdoshlar. Aboylarimiz o'rnidan tanlaydilar. Buralar ham bor. Shuni klassik uslubda perdelari. Balkona chiqamiz yurtdoshlar. Bu balkon nodab turibdi. O'zini gaplab turibdi. Yo'lning ustida bo'ladi. Bir bowling. Do'stlar. Balkon oynalari aqua plastik ramadan bo'ladi. Tak. Bu tomon bilan tanishamiz. Hojatxonamiz bo'ladi. Hojatxonadan tahorat olishlik условияsi unitazida потолка kafellar urilgan. Bu tomonda spalnya do'stlar. Spalnya aytib o'tganimizdan sharoiti maksimal darajada. Gap bo'lishi mumkin emas. Yine jihozlangan, полный, kompaktli. Joy bu yerda konditsionerlarimiz ham bor. Ko'rishingiz mumkin. Yine joy. Tak, o'zini adashmasam dushovoy bor bu yerda, spalnyaning ichida. Yurtdoshlar bahasini barqarorlashtirish etamiz. Shaharning ichida joyimiz sotib chiqqan. Поддержка qilinglar. Endi bu yerda yana bir xonamiz. Endi детский игровой xona qilib qo'yibdi ekanlar buni. Kattalikni, yenglikni gap yo'q. Dальше. Bu tomonda yana bir детский komnata ekan bu. Katta zalning ustundagi ikki farzand uchun sharoit qilib berganlar. Ordinarniy spalyalar, televizor taqmalari bilan jihozlar masalasi hamma narsasi qoladi do'stlar. Gap yo'q. Like'larni bosinglar. Xonadonimiz srochni sotib chiqqan. Inshaalloh kelib ko'rib savdolashib olaverasizlar do'stlar. Keyingi videolarimizda görüşünce xayr, aman bo'lin. Salomat bo'lin. Like'larni bosib beringlar. Kimki o'z ko'chmas mumkin saqlab qo'yacak bo'lsa, bemalol bizlar bilan bog'lanishlaringiz mumkin. Satishda yordam beramiz. Kanalimizga yangi bo'lsangizlar, подписаться tugmachasini bosib qo'ying. Like'larni bosib o'tirgan obunachilarimiz, sizlarga alohida rahmat. Ro'zalaringiz qabul bo'lsin, dileklaringiz Alloh taolo yetirsin, yaxshi imoratlarga, yaxshi joylarga do'stlar. Aman bo'lin. Rahmat.